وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لي ولوالدي وللأستاذ والجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم درجات في الآخرة أجرهم وقنا عذاب النار برحمتك يا toshsa keyin dengiz to'ladida, ko'kka boqqan ko'zlar yulduz ko'radida. Daryo toshsa keyin dengiz to'ladida, ko'kka boqqan ko'zlar yulduz ko'radida. Bek bolasi baribir bek bo'ladida, bek bolasi baribir bek bo'ladida. Varislari ikki daryo orasini, qaddin ko'ring O'zbekiston bolasini. Varislari ikki daryo orasini, qaddin ko'ring O'zbekiston bolasini. Ko'rmagan kunni ko'rsin deydi bu el. Bolam mendan baxtli bo'lsin deydi bu el. Men ko'rmagan kunni ko'rsin deydi bu el. Kuysa faqat bolam deya kuydi bu el. Kuysa faqat bolam deya kuydi bu el. Har narsaning sarasini, qadrin ko'ring O'zbekiston bolasini. Bilinadi har narsaning sarasini, qadrin ko'ring O'zbekiston bolasini. Shu til seniki, sultoning yo'l ochib dedi, yo'l seniki. Qadim tarix so'zlashgan shu til seniki, sultoning yo'l ochib dedi, yo'l seniki. Yillar senga hadya bo'lsin, yil seniki. Yillar senga hadya bo'lsin, yil seniki. Berdi har orzuning chorasini, baxtim ko'ring O'zbekiston bolasini. Topib berdi har orzuning chorasini, baxtim ko'ring O'zbekiston bolasini. Varislari ikki daryo orasini, qaddim ko'ring O'zbekiston bolasini. Narsaning sarasini, qadrin ko'ring O'zbekiston bolasini.
sarasını.
Aşna bilgil mehnatni, düşman gil gaflatni, ana deb bil vatanni, ota deb bil millatni. Qurgin yaratgan yozdosh Özbekistan menin qiyin mekanim altın beşidir. Bu holat mana hozir mustaqil O'zbekistonimizning chet qishloqlarimizdagi obodonliklar haqida gapirayotganning asosiy isbotini ko'rib turibmiz. Bunday maktablarda shu chet joylarda shu bolalarga yaratilgan sharoit bu O'zbekistonimizning mustaqilligining sharoiti. O'zbekistonimizning kelajagining barqarorligi, bolalarimizga kelajak avlodda bo'lgan mehr muhabbatining nishonasini mana eng zominning chet joyida, tog'ning borida kelib ko'ryapmiz. Biz bundan juda mamnunmiz. Doim mana shu yerda o'qiganlar baxtli, saodatli bo'lsin, xalqiga munosib bo'lsin, yaxshi ilmli insonlar bo'lib, vatanga sodiq insonlar bo'lib kamol topsin. Assalomu alaykum.
Yakın vakitinde vefat etti. 79 yaşında. 80'de. Ben onu 79'luk geldi. Doğruda önemli yapıldı. Ha, kasalı. Önemli yapıldı. Özbekistan kahramanı, halk soyları. Hamma imkoniyatlar bor o'tkazishga laboratoriya mashg'ulotlarini o'qishga to'liq ko'rsatib beriladi. Imkoniyatlar ham bor, hamma jihozlar ham bor. Buni ming marta o'qilgan, bir marta ko'rsa esda qoladi. Yangi to'playsiz. Yongan joy bor, qo'rqoq singan joy bor. Bugün ertelep hayır. Halkın kolga bormayacağım bir soruyor. Assalomu alaykum. Mana shu ajoyib Toldi qishlog'ining ahli. Mana bugun O'zbekiston umumiy uyimiz Do'stlik va madaniyat festivalining tuman bosqichi mana shu Toldi qishlog'ida bo'lib o'tyapti. Mana shu festivalga qatnashish uchun viloyat hokimining o'rinbosari Eshtemir Ismatov, Zomin tuman hokimi Bahriddin Safarov, shuningdek Respublika Qirg'iz Milliy madaniy markazi raisi Rahmatli Jabborov, shuningdek viloyat barcha milliy markazlari faollari, markaz raislari taklif etilgan. Mana shu kishilar hammasi hozir kelishdi. Ayrim mehmonlarimiz yo'lda kelyapti. Mana shu anjumanni ochib berish uchun kirish so'zini Zomin tuman hokimi Bahriddin aka Safarovga beramiz. Marhamat aka. Toldi qishlog'ining ahli, mehmonlari. Mana respublikamizda muhtaram prezidentimiz Islom Abdug'anich Karimov tomonidan olib borilayotgan oqilona va otona siyosat tufayli yurtimizning barcha ko'chalarida tinchlik, osoyishtalik, to'kin sochinlik, hamma joyda rivojlanish, taraqqiyot. Mana
maktablarimizda mana hozir kirib ko'rib chiqdik. Tumanning eng chekka qishlog'idagi maktabda ham o'qish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Buning barchasi yurtimizda hukm surayotgan tinchlik, osoyishtalikni mevasi. Bunga albatta muhtaram yurtboshimiz tomonidan olib borilayotgan millatlar aro o'zaro totuvlik, do'stlik siyosatini yurtimizda barcha fuqarolar millati, dini, irqi, ijtimoiy kelib chiqishdan qat'iy nazar konstitutsiyamiz bilan qamoqda berilgan huquq va erkinliklarning natijasi deb bilaman. Mana bugun respublikamizda navbatma-navbat o'tib kelayotgan O'zbekiston umumiy uyimiz shiorasidagi tadbir Mushtoldi qishlog'ida tuman bosqichi o'tkazilyapti. Albatta bu yer bejiz tanlanmagan. Ana avvalo eski bir qadimiy tarixiga qishloq tumanda o'ziga yarasha o'rni bor. Bu maktabdan ko'plab yetuk kadrlar yetishib chiqqan. Respublikamizda turli joylarda, turli lavozimlarda o'zlarining mehnati bilan respublikamizning rivojiga munosib hissa qo'shib kelmoqda. Barchalaringizni mana shu tadbir bilan tabriklayman. Albatta bu mustaqilligimizni yaqinlashib kelayotgan 25 yillik to'y arafasida bo'lyapti. Shu mustaqillik yaqinlashib kelayotgan mustaqillik bayramimizni 25 yilligi bilan ham tabriklayman. Mana shu bugun